3. Çapqur atlar bilan uçqandek ketivatqan 40 yigitning orqasidan orda qaravillari, mashqavul, tutqavul, baqqavul, atarman, chaparman bo'lib, necha yuzlagan Çin lashkarlari qo'g'lab kelyotdi. Ularning mingan atlarının çepişlarımı 40 yigitninkidan qilishmaydi. Quyosh atrofiga qip-qizil cho'g' tortib ko'tarilyotdi. Kurshad xuddi yolqin yalisi, shapaq rangli quyruqi, at yollari go'yoki pardoz bilan bo'yalgandek, quloqlari qip-qizil, yopirmoqdek ko'rinadigan otning ustida qandaqdir bir qutulish yo'lini ko'zlab, tuyoqlari ostidan o't uchqunlarini chaqnatib, g'uyuldab chepib ketyotdi. U erkinlik uchun chapqan tulparning chulvirini ching tutib, umid va umidsizlik, muhabbat va nafratga to'lgan bu hayotda har xil ideya, tuzoqlar va hiyla-mikrlar ustidan g'olib kelib, mahkum millatni zulmatdan qutuldirish uchun ot salgan edi. Ular shu chapqan peti yardan yarga urilib, hayvat bilan do'lqinlab eqivatgan Veyxa daryosining bo'yiga keldi. Daryo bo'yida hech bir qulvoq ko'rinmaydi. Suvning dahshatlik bu eqinidan uzib o'tish asla mumkin emas edi. Orqasidan qo'g'lab kelayotgan necha yuzlagan Çinning qarovul lashkarlari yiqilib qolgandi. Kurshad darhol bir qaror berish kerakdi. Ya dushmanga taslim bo'lib, bir umr qul bo'lib, izo ahonat bilan yashash, yoki mushu janggohda botirlik bilan oxirgi nafsigacha elishib, mangulik izzat hurmatini, nomusini saqlab qilish. Kurshad lavildab yolqinjigan samo tulpirining tizginini tortib turib, 40 zafardishiga bir-birlab qarab chiqdi. Bu 40 olibning ko'zlaridan xuddi o'g'i etilib turgan arslandek o't chaqnab turadi. Gerçi ular bu makon, bu zamondagi eng oxirgi minutlarni bilib tursa-mu, ularning taq turqidan, yuzlaridagi botirlikqa chiqib turgan ro'yi holatidan bu go'zal hayotga bo'lgan umidlari javlon qilib turadi. Kurshad sol qo'lida otning tizginini tortib turib, o'ng qo'lidagi qilichni havoga egiz ko'tarib, bahodir oliplarim, sabdosh do'stlarim, biz millatimizning erkinligi, davlatimizning mustaqilligi uchun bu yo'lga atlangan. Endi hozir yo'lning oxiriga keldik. Gerçi maqsadimizga yetolmagan bo'lsak-mu, bizning bu ko'rsatgan jangovar fidokorliklarimizni avlodlar mangu unutmaydi. Ular bizni tillarda daston qilib yod etadi. Bizning yo'limiz haq, adolat yo'lidir. Erkinlik, hurlik yo'lidir. Bu yo'lda ta oxirgi tiniqimiz qolguncha jang qilishga hozirmisizlar? 40 bahodir olibning og'zidan tangli chiqqan "Hozir, hozir" degan ovoz Veyxa daryosining sohilini zil-zilga soldi. Bu ovozdan daryo suvlari choyqilib, o'rkashlab, qirg'oqlarga, quram toshlarga g'azab bilan urildi. Daryo suvi dahshatlik o'rkashlab, bujg'unlari samoga ko'tarildi. Bir bütün millatning ruhi paklandi. Dushman durildab kelgan edi. Turklar ot ustida turib, so'qishishga moyir bo'lg'achqa, oliblar amal bar ot ustida turib jang qilishni tanladi. Irg'ib, kishnab turgan bu arg'amoqlarni putlar bilan devitib qo'yibdi.
Atlar daryoning tuvan eqimiga qarab chepib ketdi. Chin lashkarlari orqadan at saldi. Kurshotning o'qdek g'uyuldab ketayotgan eti tong shapqi ichida teximi qizirib, ba'ayni o't chambarki ichidagi kuyib turib chepayotgan cho'g' tulpardek erkinlik uchun chepayotdi. Kurshot birdilla atning tizginini egarning qo'sh beshiga elib qo'yib, so'l qo'liga ko'k bo'rining surati tushirilgan yoni elib, o'ng qo'li bilan o'qni besib, orqaga burilib turib, kirishni kuchab tortib, lashkarlarning beshida chepib kelayotgan do'qi manglay, o'ri ko'z, qoshlari tik nayzidak qizil yuzlik tutqavulning yuragini qallab otdi. O'q berib tutqavulning so'l maydisiga gachchida taqaldi. U otdan tik mollaq tushdi. 40 chavandozning arqa-arqadan atgan o'qlarining zarbisidan Chin lashkarlari atlar bilan qo'shilib, gupildab yiqilishga boshladi. Atlar daryo bo'ylab chepayotdi. Dushmanni qancha atgan bo'lsa-mu, soni yanada ko'p edi. Arqa-arqadan quyruqi uzilmay nari tortib kelayotgan lashkarlar son sanoqsiz edi. Oliblar bir qiyoning oldiga kelib, qapsilib qoldi. Lashkarlar ularga qartib, yomg'irdak o'q yog'dirishga boshladi. Oliblar quyundak kelayotgan o'qlarni o'z yoylari orqali ishtirishga, qalqonlar bilan to'rashga ulgurolmadi. Gachildab sanchilgan o'qning zarbisidan biroqla 10 dak yigit yerga yiqildi. Kurshot va boshqa oliblar dushmanga qarab ot soldi. Yuzlagan chiriklar bilan qattiq jang boshlanib ketdi. Ayhanas, ishtinglarmi ahamixas? Atqa kiralishib, chiqayotgan sadolar, tig'-tig'qa tekib, chiqayotgan o't uchqunlari, chochirgan qonlar, qiyo-chiyalar, Vixa daryosi qirg'iqini ba'yni do'zaxning o'ziga aylantirgan edi. Lashkarlarni chepib, tugutish mumkin emasdi. Ularmi o'limdan qo'rqmay, shunchalik asabiylik bilan elishdi. Oliblar atlar bilan qo'shilib, yerga yiqilganlari yiqildi. O'lgini o'lib, yaralanganlari yaralanib, borgan siri kuchi ojizlab ketdi. Hayot qolganlar Kurshot bilan 4 yigit edi. Dushmanning qop o'ttirsida yirtqich ajdahoga o'rilib qolgan 4 ko'k bo'ridak tipirlab turadi. 4 birlikda tugilak bo'lib 4 tarafga qarab qilishlarini sepidan ching tutib, oldiga etilib kelganning jinini oldi. Qattiq tirikkan lashkarlarning baqavili vaqirab turib, qilishlaringlarni tashlab taslim bo'lish, bo'lmasa hammangni chipib, qiymi-chiymi qilib daryoga tashlab, beliqlarga yem qilaman dedi. Qattiq holsizlangan Kurshot bar kuchini yig'ib, biz senlarga aslo taslim bo'lmaymiz. Biring kelsang, biringning kallasini olamiz. Senlar jon qiyib, o't qo'yib, bulab, talab, haddi hisobsiz begunoh qarindoshlarimizni o'ltirishding. Yurtlardan ayrishding. Senlar o'limga mahkum. Biz oxirigacha elishimiz. Qani, jiningdan to'yg'uning kelish. Agar haqiqiy mard bo'lsang, birga bir chiq, deb g'azab bilan qilichini ko'tardi. Mana bu sadodan shu chog'da tog'i daryolardagi yirtqich yo'lvas bo'lsa-mu, qo'rqqanidan yuraklari jig'ildab ketgan bo'ladi. Qattiq g'azabga kelgan Chin baqqovuli titrab ketdi. Balki Kurshotning qilgan oxirgi so'zlarini o'ziga qilgan haqorat deb bildimi qandoq, atrofdagi chilbörlardek turgan lashkarlarga qarab,
"Çekininglar!" deb vaqirdi. Lashkarlar darhol orqaga chekindi. Chambirak kengayib, cho'ng bir maydon ochildi. Egiz bo'yliq, bastli kelgan chin baqqovul beshiga shirning surati naqshlangan po'lat dobulg'ining orqasida yo'g'on qizil popuk, uchisida qalay tangichilardan qurilgan savut, belida yirtqich hayvon beshining surati tushirilib, oltin bilan hal berilgan kamar, maydisi va dumbisida misdan yasalgan yurak daldığıç. Putiga ko'say o'tik kiyib olgan, qo'liga oltin yaltilgan shamshirni tutgan holda maydonga tushdi-da, "Qani, mardni maydonda sina debdikan. Qani kelmamsan? Elishib baqmaymizmi?" deb qattiq vaqirdi. Chin baqqovulning bu gaplari uni botir qiyofatda ko'rsatgandi. Uning bu qiyofatidan nochilarga qo'l qo'ydigan botirlikqa zo'qman bir qo'mondan ekanligi chiqib turadi. Bu o'ylamagan yerdan chiqqan mardlikni ko'rgan Kurshotmi darhol butun kuchini yig'ib, qilichini dastidan ching siqib turib, baqqovulning oldiga qarab mangdi. Baqqovulmi shamshirni ko'tarib Kurshotga itildi. "Ay xanas, shittinglarmi ahamixas?" Bu ikkisi qattiq elishdi. Goh biriga biri xuddi sumrug'dak charx ursa, goh birini biri burkutdak quyuldab so'qatdi. Biri hamla qilib tig'ini xiris aylab, challab ursa, biri tig'ini qalqon qilib, pam bilan beshini qachiratdi. Biri qulaç kirib, shiddat bilan qilichini urib, oldiga itilsa, yana birimi hech qo'rqmay sho'ng'ib hujum qiladi. Bu ikki palvon maydon o'ttirsida shu tariqada 30 necha martam elishib, hech qaysisi bir-birini yengolmadi. Ammo Kurshot elishgan siri o'ziga bo'lgan ishonchisi oshqandi. Baqqovul mudofaa holatiga tushib qolgandi. Mana shu chog'da atrofdagi lashkarlar baqqovulning yengolmayotganligiga ko'z yetgandan keyin hammasi durrida kelib baqqovulga bo'lishmoqchi bo'ldi. Dal mush chog'da Kurshotning 3 yigitimi oldiga itilib keldi. Ammo baqqovul asabiylik bilan lashkarlarga qo'l ishorati qildi. Ular orqaga dojidi. Yana bir maydon, biriga bir elishish boshlandi. Bir hazo elishgandan keyin farosat, ta'mlik babida hammadan a'lo Kurshot chandurmagandek qilib bir heli ishiltibdi. Baqqovul "Amdi ip keldi" degandek shamshirini bor kuchi bilan Kurshotning ko'ksiga sanchmoqchi bo'ldi. Dal mush paytda Kurshot shartli qilib to'lg'inibdi. Baqqovul shamshiri bilan billa Kurshotning qo'yniga kirib qoldi. Kurshot abchillik bilan qilichini shart qilib uning bo'yniga surdi. Baqqovul bir xiqrab yerga dum yiqildi. Bu kutilmagan mag'lubiyatni ko'rgan lashkarlar nima qilarini bilmay dong qetib qoldi. Mana shu chog'da oradan birsi "Chepinglar!" deb jinining berchi vaqirdi. Yuzlagan lashkarlar och qolgan yirtqich hayvondak yaralangan 4 bahodir yigitlarning ustiga itildi. Ular bu yirtqichlarning orasida eng oxirgi tiniqi qolguncha urush qildi. Kurshot o'zi yolg'iz lashkarlarning qop o'ttirsida qilich tutgan, o'ng qo'lidan ayrilgan holda so'l qo'lida bir qilichni tutib lashkarlarni yaqin yo'latmayotdi. Oxiri qattiq qansirganlikdan o'rturishga hech majol qolmadi. U qilichning uchini qora tuproqqa sanchib turib, dastiga yulinib turdi. Atrofida 3 saptishining
qon ichidagi jasdi turadi. Bu üç bahadirning qon yuqi yuzi tong quyoshning nurida yerga vaqtsiz to'kilgan qip-qizil yo'pirmoqdek yaltirab turadi. Kurşatning qilich dastasiga yemlashib ketgan qip-qizil qonga bo'yalgan tinimi qorong'ulikda zulmatda qolgan xalqqa yiqilgan o't yalqinidek lavildab yenivatadi. Savr taqati qolmagan lashkarlar bu lavildab turgan cho'g'ni o'chirish uchun taraf-tarafdan durildab kelib, o'z tig'larining zaharlik uchini Kurşatga sanchidi. Birdilla Tangri lashkarlari qahridan osmonni qop-qora bulut qopladi. Amdili ko'tarilgan tong cho'lpini daryoning chetiga tos qilib mo'kindi. Unch tangilardek to'kilgan yomg'irlar 40 olibning muborak tallaridan oqqan qip-qizil qonlari bilan qo'shilib, daryoning o'rkashlab iqiyotgan suvlarga soqib, jo'shqunlari ufqqicha ulashdi. Daryo vodisidagi cho'g'liq gullarning yo'pirmoqlaridagi qon dog'lari yuyilib, tuviga soqib singib ketdi. Birdilla bütün tabiat, bütün olamni oq gul, oq chechak qopladi. Bütün jilg'ilar oq libosda yasandi. Ularning yerdagi tig' va nayzillari kumushdek paqirab, shamshar oy paltillari yaltirab chaqnadi. O'qya va sadoqlardagi ko'k bo'rlarning naqshlari jonlanib, ularning ulashlari atrofdagi jilg'ilarni zil-zilga soldi. 40 olibning muborak badanidan ayrilgan ruhlar 40 oqqu bo'lib, ko'klarda o'qya shaklda sap tuzab, ona vatanga qarab larzon qanot qoqdi. Xotima Al-Qissa Kurşat qatarliq 40 bahodir olibning qahramonlik ish izlari bayon qilingan bu hikoya mana mushu yerda oxirlashdi. Millatimiz, jumladan biz turk qavmlarining shonliq va tragediyalik tarixida nurg'un qahramonlar, shohlar, xonlar va doilar o'tgan bo'lib, bular to'g'risida dasta-dasta tarixiy kitoblar, romanlar, dostonlar yozilgan. Ammo Kurşat to'g'risida mayli Uyg'ur tarixiy kitoblarida bo'lsin yoki turk tarixiy kitoblarida bo'lsin, xuddi kitob batlari orasida qisilib qolgan bir tal yo'pirmoqdek bir qancha satiralardan boshqa bir ma'lumot yo'q edi. Men ana ashu olimlarimizning oltin yo'pirmoqlarga kashtalangan o'lmas tarixiy qimmatga ega bebaho ma'lumotlarga asosan Kurşat haqida hikoya nomliq tarixiy hikoyani yozib chiqdim. Bu orqali Kurşat qatorliq 40 bahodir olibning tong sulolasining o'rdisiga besib kirishdek ajoyib jasoratini qalamimning kuchining yetishicha tasvirlab, ularning qahramonlik obrazini yaratdim. Kurşatning tarixdagi buyuk rolini taxmi gavdalantirishga qudratimning yetishicha tirishdim. Turk qavmlarining tarixida 40 yigitning Çin podshohi ordisiga bostirib kirishdek bundaq botirligi hech ko'rilib boqmagan bir qahramonlikdir. Qorong'ulikqa mahkum bo'lgan xalqqa erkinlik mash'ilini yoqqan bu bahodirlar garchi maqsadlariga yetolmagan bo'lsa-mu, ammo Çin podshohi Lishimin va atrofdagi o'rda amaldorlari shunchalik qo'rqib ketganki, asirga olgan 100 mingdan oshiq turklarni Çinning har qaysi o'lkalariga tarqitib, eritib, tugitish niyatidan darhol voz kechib, hammasini o'z yo'liga selib qo'yishga majbur bo'ldi.
Türklərning özlərinin beşiga bala bo'lishidin qattiq qo'rqib, darhol ulardan qutulishning chorasini qildi. Buning bilan bir millat asoratdan qutulib, hurlikka erishdi. Keyin bu millat taraqqiy qilib, tirilib, tarixda shonliq imperatorliklarni qurdi. Agar shu chaqda ashu 40 bahodirning qahramonlik jasorati bo'lmagan bo'lsa, balki bugungi turk millati bo'lmagan bo'ladi. Kürşatning buyuk qahramonlik ro'yi butun turk qavmlari, jumladan Uyg'urlarning milliy ro'yidir. Kürşat bir butun turk tarixidagi lavildab yongan yalqullarning, o't uchqunlarining, yanar tog'larning yenida parlagan mangu o'chmas ko'k qubbidagi yaltiroq shahab yulduzidir. Ana ashu chaqnagan yulduz tarixning yo'lini tegishtirdi. Millatni yo'p-yo'riq oydin yo'lga boshlab, eng buyuk haqiqat erkinlikini ko'rishga muyassar ayladi. Bu erkinlik azaliy va abadiy qahramonlik orqali keldiganlikdan iborat yana bir haqiqatning yo'lini bizga yo'ritib berdi. Tarix, yo'l tarixdir. Tarixiy yo'llarga millatimizning asrlardan buyanqi sap qahramonlik ro'yi ko'milgan. Biz har bir tarixiy hikoyalarni o'qiganimizda uning chilliqi va badiyligidan estetik zo'q elibli qolmay, balki yana millatimizga o'rtaq bo'lgan qimmat qarshini xotirlab, g'albalardan faxrlansak, mag'lubiyatlardan o'kinimiz. Tragediyalik azob ichida silkinib, uyg'unib, millatimizning zamon va makonidagi mangan yo'llardan yangi yo'llarni ochimiz. 2017-yil 5-oyning 21-kuni Germaniya. Bu hikoya yozg'uchi Turg'un Almasning Uyg'urlar nomli kitobidan foydalanib yozildi.